Barchaga assalomu alaykum. Bu joydan sak, sak. Ancha yomon bo'lmaydi degan umiddaman. Qo'shiqni boshini kesib tashlashimiz sababi mualliflik huquqi bo'lishi mumkin. Vaqti kelib Jasur alaykum assalom. Ha, shot 100 minglik. Biroz ko'taramiz. Ovozini ko'ramiz qanday eshitiladi. Hop, yig'ilamizmi, yig'ilmaymizmi deydi-ku. Endi yaxshi bo'ldi menimcha. Yaxshi, yomon, zo'r. Zo'r, menga yoqdi, o'zimga yoqdi. Sizlarga qanday? Tinchlantiruvchi, boshida ruhlantiruvchi notalar bilan boshlaymiz. Barchaga assalomu alaykum azizlar. Hop. Bugun o'sha kun keldi deganimning sababi biz jonli efirni saqlab asosiy video sifatida joylashtiraman buni, chunki ham jonli efirda savol javob, ham natijani ko'rsatish uchun oldindan tayyorgarlik ko'rgandim, oldindan hammaga aytgandim, ko'rsataman degandim. Bu birinchi bosqich, ikkinchi bosqich hali. Endi ikkinchi bosqich shunchalik qiyin emas. 4% xolos, bu degani 100 mingdan 4 ming bo'ladi. Unga ham balki 15 kun ketishi mumkin. Hop, bu joyda Founded Next platformasi 100 minglik hisob 8%lik target, birinchi bosqich. Tabriklaymiz, siz birinchi bosqichni muvaffaqiyatli tugatdingiz. Endi keyingi bosqichga o'ting. Mana bu bosqichga o'tishim kerakman va davom ettirishim kerak. 4% ni olishim uchun ishlashni davom ettirishim kerak. Agar 4% ni olsak, ko'ramiz 100 mingni qanday beradi. 100 mingda bularni qilayotganim sababi ko'pchilikda yetarli summa yo'q, yetarlicha mablag' yo'q. 100 mingda ishlash har holda tradingning qoidasi bilan ishlaydiganlar uchun hech narsa emas. 200 ming, 300 minglab real hisobda pulini minus qilganlar bor, endi ular boshqa mavzu. Ko'pchilik kirib kelganlar tan olish kerak. Depozitda unchalik katta pul
Eng qizig'i ko'pchilik yangi kirib kelganlar ham depozitda yetarli pul bo'lmasa ham, yetarlicha bilim bo'lmasa befoyda. Propni borligi, yo'qligi hammasi befoyda. Birinchi bilim bilan kirib kerak bo'ladi. Agar meni tushunib turgan bo'lsalaring, like bilan do'stlarimizni chaqiramiz. Bir-birlarini chaqirish uchun yaxshi imkoniyat, yaxshi vaziyat savol berib, men 1 soat sizlar bilan birgaman. Biror bo'yicha savol, trading yo'nalishi bo'yicha savol bo'lsa, qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Bunda bir kunlik minus 4% edi, ya'ni 100 mingdan 4%, 4 ming, ya'ni 90 adashmasam 6 minggacha tushdi boshida. 104 ming, 105 ming, 106 ming, 102. Va bugun ertalab oxiri 108 ga yetib keldik. Foydasi bilan ishlaganimiz uchun hech qanday qoidani deyarli buzganimiz yo'q. Risk qoidasini buzganimiz yo'q. Ko'p bitim ochishni esimizdan chiqardik. Qoidasi bilan va kimga qanday o'rgatgan bo'lsam, xuddi shunday qoida bilan biz birinchi bosqichni tugata oldik. Demak, jami agar boshidan hisoblasa, ayni bu hisobda 1-noyabrdan boshlagan bo'lsa, birinchi bosqichdan 46 kun vaqt ketdi. Xo'p, taxminan demak 2 oyda biz 10% ni 12% ni tugatamiz. Balki yana 15 kun kerak bo'ladi. Keyingi 4% uchun. Balki 20 kun kerak bo'lar. Oldindan hech qanaqa va'da bera olmayman, chunki bu trading yo'nalishi. Riskka amal qilish kerak. Nafsni tiyish kerak. Va albatta reja bilan ishlash kerak bo'ladi. Demak, men 46 kun ichida 25 kuni deyarli yarmida ishlabman. Har kun ishlaganim yo'q. Orada 4 kun dam olgan paytlarim ham bo'lgan. Lekin ketma-ket 2-3 kun ishlagan paytlarim ham bo'lgan. Shuni hisobiga jami ishlash kunini 25 kun yozib qo'yibdi. Hop. Profit target degani maqsadli nishon, ya'ni bizning maqsadimiz 8% qilish kerak edi birinchi bosqichda. Ikkinchi bosqichda 4% bizni kutib turibdi. Buni hammasini ko'rsataman degandim, hali bayram oldinda. Hali nishonlaymiz bularni hammasini. Bitta qilib nishonlaymiz. Nasib etsa, turni ham olaylik, 4% ni ham. Buni real hisob bersa bersin, uramiz. Bersa agar berdi deymiz, agar pul chiqarib bersa pul chiqardi deymiz. Muammo qilmasdan ishlasa, tavsiya qilishimiz mumkin. Trading sohasiga bilim bilan kirib kelayotganlar uchun. Bilim bilan kirib kelayotganlar uchun albatta. Shunchaki emas, bilim bilan kirib kelish kerak bo'ladi. Telegram kanal silkasini qoldiraman. Telegram kanalimiz silkasini qoldiraman. Savol berishlaring mumkin agar jonli efirda biror bir savol qolib ketsa. Qaytaraman, biz sizlar bilan 15 daqiqadan beri birgamiz. 45 daqiqa vaqtlaring bor, agar qandaydir savol bo'lsa berishlaring mumkin. Prop haqidami? Trading yo'nalishidami? Bu sizlarning imkoniyat.
Vaqt ketdi. 45 daqiqa bemalol mani vaqtim bor. Bugun shunga ajratdik va NZD USD'da ham aytganman. Bitta yatamiz, kiramiz deb yangi haftada, o'tgan hafta aytgandim bu. Va o'sha butun bittasi $532, bittasini kichikroq ochganman, $183 va shuni qo'shnisi NZD bitta xuddi shunday hajmdagi bitim. Bittasi $167 plus bittasi $412. Jami $1000 ko'proq daromadda oxirgi 8% yopadigan bitimlarni chiqdik. Hammasini yozib olishimning sababi bu menga kerak. Vaqt soati kelganda bu hisobga kira olmaymiz. Bu hisobni kompaniya yopadi. Hisobni tarixini ham kira olmasligimiz hisob yo'q hisob deb chiqadi. Chunki shunchaki test hisob xolos. Hozir sizlarga nimani ko'rsatsam, o'zim uchun ham va boshqalar uchun ham xotira bo'lib qoladi. Probda bu birinchi marta sinab ko'rgandagi 100 minglik hisob, oldin 6 mingni hisoblab testdan o'tib ko'rdik. Buni aytib o'tdim. Navbat kattarog'iga. Va o'sha kattarog'ini birinchi bosqichi mana shu joyda tugaydi. Jon Lefer paytida aytib o'tishim kerak sizlarga. Agar amal qilsalaring, albatta risk bilan va trend chizig'ini yorib o'tgandan keyin men selga tayyorgarlik ko'ryapman. Boshqa real hisobda selga tayyorgarlik. Agar o'xshab qolsa, shu yerdan yana davom etamiz. Buni faqat kuzatamiz, ko'ramiz, rostdan ham shundaymikan. Dollar uchib tursam bilan savollaring bo'lsa berishlaring mumkin. Hamma tarixni ochamiz. Qanday ishlaganimizni ko'rsataman. Aytib o'tganim ko'rsataman deb va ko'rsataman ham. Hop, bu komissiya, bu swap, bu 100 minglik hisob boshlang'ich kuni. Sanasi 27 oktyabr. Birinchi savdo 28-da bo'lgan ekan. 8 kun bo'libdi, yaqin 50 kun bo'libdi. Birinchidan hisoblagan. Boshlanishida minus bilan boshlagan ekanmiz, keyin hozirroq plus, keyin minuslar chambaragi, keyin yana joyda hop trend ushlagan paytimiz nihoyat bu yerda ushlab olganimiz. Uchinchi minus.
trend tushlagan paytimizda ko'rishlaring mumkin. Men o'zim uchun ham saqlab qo'yaman, shuning uchun ochib qo'ydim. Bizga shu prop tavsiya qilganlarni o'zlari olishgan ekanmi katta toblami? Menga hech kim tavsiya qilgan yo'q. Rohim men o'zim kirib topib hamma saytlardan qaysi bir ishonchli degan savollardan keyin topganman. To'rtta 5 tasi chiqqan, men fondni tanlaganman. Va men to'g'ri bu hisobda ham ishlaymiz. O'zimning hisoblarim ham bor, yetarlicha. Shuning uchun men ko'pchilikka manfaatli bo'lsin deb bu testni, bu jarayonni amalga oshiryapman xolos. Ko'pchiligimiz depozitimiz yetarli bo'lmagani uchun qaysi propdan kiray, qaysi propda ishlay degan savollar ko'p. Bu savollarga javob sifatida Hop, buni men o'zim uchun shu joygacha va bu joygacha saqlab olishim kerak. Vaqti kelganda o'zim ham ko'raman. Ko'rib turganlaringdek 99% holda bu yerda nima uchun stop loss qo'yilmagan degan, take profit qo'yilmagan savoliga javob. Bu yerda buni ham ko'rsatib o'tganman. Nimada? Hop. Hedjlash darsida o'tib o'tganim, aytib o'tganim adashmasam, hedjlagan paytda na take profit, na stop loss qo'yish aqlga sig'adi. Uchun joyda stop loss yo'q. Qolgan hamma joyda ko'rib turganlaringdek bitimda hammasi stop loss bilan. Hammasi stop loss bilan. Hop. Propni ichida Ibrohim silka bor. O'sha referal uchun ham silka bor. Kanalda yozyapti. Abdulboriy 50 minglik olgandim, 2 marta qabul qilishmayapti deb yozibdi. Imtihonidan a'lo o'tdim deb yozibdi. Ko'ramiz. Nima Abdulboriy, mana misol agar YouTube'da jonli efirni kuzatayotgan bo'lsangiz, maqsad yuqorida Fonded Next turibdi, to'g'rimi? Yuqorida Fonded Next turibdi. Xo'p, agar o'xshatmasa, ya'ni bizga bermasa summani, biz Fonded Next'ni boykot qilamizda, boshqa iloji yo'q. Fonded Next'ni boykot qilamiz. Chunki aldab turgan kerak emasda. Kichkina summada berib 6 ming, 10 minglik summada berib, katta summada bermasa bu aldayotgan prop firma bo'ladi. Aldaydimi, aldamaydimi shuni bilish kerak.
sabablarini ham aytingda. Abdulboriy nima uchun bermadi? Operator bilan gaplashdingizmi? Operatorga yozdingizmi? Xo'p, kami qaranglar. Komissiyani o'zi $1215 bo'libdi. $145 swap bo'lgan. Kami agar ishlaganini hisoblasak biz deyarli 10% ishlab qo'yibmiz. Hammasi Founded Nextniki. Founded Nextniki azizlar. Menimcha tarixni hamma ko'rdi. Ko'rsata oldim hammaga qanday ishlaganimni. Agar ko'rgan bo'lsalaring ekrandan to'xtatib bemalol qayerda kirganman, qayerda chiqqanman tekshirib olishlaring mumkin. Umuman muammo yo'q. Xo'p, biz nima qilamiz degan savol. Biz mana keyingi qiladigan ishim bu operatorga yozaman men. Birinchi qiladigan ishim men o'tdim imtihoningdan deyman, birinchi marta emas, ikkinchi marta o'tyapman deyman. Uchinchisi ham yo'lda turibdi deyman. Ikkinchi bosqichga kiryapmiz. Biz O'zbekistonda agar to'g'ri ishlasalaring sizlarni tavsiya qilish uchun harakat qilamiz deyman. Sababi chunki agar rostdan ham to'g'ri kompaniya bo'lsa, menga, boshqasiga kim ishlasa ham o'sha o'tgan hisobini prop kompaniyalarning asosiy daromadi mana bu treyderlarning nimasidan emas, daromadidan emas, ana 20 ga 80 yoki 10 ga 90 dan emas. Ular eng katta daromadi o'sha $50, $100, $200, $300 pul berasizlar-ku sotib olishga depozitda o'shandan. Chunki ko'pchilik yiqiladi-da, ko'pchilik yiqiladi. 100% ishonchli emasligini bilish uchun Dubayga borib kompaniyani o'zidagi ofisiga kirib gaplashish kerak bo'ladi. Agar ofisi bo'lsa, hali ofisi bo'lsa, Dubayda deb yozib qo'yganda, ofisimiz Dubayda deb yozib qo'ygan. Nimaga Founded Next ochish manam deb turibman? O'tganman. Foydasi bilan o'tganman. Muammo yo'q. Hech qanaqa riskni buzganim yo'q. Ko'rsatdim ham tarixni. Bu video bizga guvohlik beradigan videolardan bittasi bo'ladi. Risk ko'paytirib tashlaganimiz yo'q. Maksimum ko'paytirgan bo'lsak 1.5% risk qilganman. $1600. Boshqa katta risk bo'lgani yo'q. 1.5 mani darajamda kichkina risk qoidasi bir umr foydasi deydi-ku. Shuning uchun riskni buzmaslik kerak. Eng qizig'i ko'ramiz. Qanchalik emas. 2016-18 Forexda savdo qilganman. Forexda firma yopilib ketib 20 ga pulga kuyib qolgandi. Firma hop shu bo'yi bozorga to'liq kirmagandi. Endi shu prop orqali kirmoqchi. Unga 50-100 ga shot olmoqchi edim. Shuning uchun yaxshilab kuzatib yuribman qaysi kompaniya bilan ishlash qulligini. Adashmasam o'sha 15 yildan beri ishlayotgan, adashmayotgan bo'lsam Chexiyaniki bor, FTMO degani. Men kira olmadim. Boshida eng deylik baholari yuqori chiqqani FTMO edi. Eng reytingi balandi FTMO edi. Registratsiyadan o'ta olmadim. VPN ishlatay dedim. VPN ishlatgim kelmadi. Davlatni boshqa qilib, lekin albatta O'zbekistonning nomerini kiritish kerak registratsiyadan o'tayotgan paytda. Unga o'tganim yo'q. FTMO eng katta reytingga ega ekan, lekin men bilmayman, uni ichiga kirib ishlab ko'rganim yo'q. Undan keyingi reytinglar turibdi, Fiverr turibdi, E8 turibdi. Buni kecha mana savol berishdi, E8 qanaqa deb. Bilmayman. Kirib ishlab ko'rmaganman. 6000 ni oldim Founded Next'dan, bo'ldi, boshqa hech narsa olganim yo'q. Endi maqsad qani? 6000 ni berish muammo emas-da, 6000 dan minus qilish bu 3% $180. Hech qancha risk emas-da kompaniya uchun. Bitta odamni depozit sotib olgan odamni yarim pulida u. Bunaqa sotib olib turganlar 1000 ta, 10 minglab sotib oladi. Bu lekin 100,000 ni berib 100,000 ni daromadidan $4000, $5000 berish uchun haqiqiy kompaniya bo'lishi kerak. Agar bu soxta kompaniya bo'lsa, men iltimosga ham bermaydi haqiqiysini.
Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak har qanaqasiga. Videoga like bosyapsizlarmi? Bir-birlarimizni chaqiraylik. Bir-birlarimizni chaqiraylik. Bir-birlarimiz bilan gaplashaylik. Uraylik, videoni tarqataylik. Sababi men o'zim uchun emas bu videolar uchun qilmayapman. Bu sizlar uchun. Ishlamoqchi bo'lgan keyinchalik treyderlik yo'nalishida daromadi depozitga yaxshigina pul yo'qlar uchun aslini olganda. Buni videoni aslini olganda tarqatish kerak, aslini olganda. Albatta biz tekshiryapmiz sani kompaniyangni. Kompaniyang agar mashinlik bo'ladigan bo'lsa, umuman ishlamaymiz bu kompaniya bilan. O'zbekistonda vashi mumkin emas. Odamlarni aldaydigan bo'lsang, ochma, bizga kirmasin yoki boshqa profirmani sinab ko'rib, keyin o'shanda ishlaymiz degan maqsadda qilyapman bu narsani. Aslini olgan. Menga umuman nimasi yo'q. Masamiki. Issiq sovuq yo'q. Men sizlarga ko'rsatmasdan bu narsani o'tmadi, bermadi deb o'tib ketishim mumkin edi, aslini olganda. Men nima uchun jonli efir qilib, men bunday o'tiribman, ochib, bitimlarni ko'rsatib, tarixni sizlarga mana bu prop firmani tekshirtirib beray degan maqsad ayni o'sha maqsad. Menga referalga ham bir tiyin foydasi yo'q. Meni buni $3 beradigan referalga ham bitta agar referal tarqatsam, bitta odam kirsa $3 berar ekan. Sotib olsalaring, misol uchun $50 ga sotib olsalaring, menga $3 kelar ekan. Ko'rib chiqdim hammasini foydalarini. $3 ishlayman deb men ahmoq bo'lganim yo'q. Buni tekshirtirib shuncha odamga tavsiya qilib, buni ertaga bermasa agar men shu paytgacha qancha nima desam ekan? 9 yil mayda 10 yil bo'ladi yo'nalish tradingga kirib kelganimga. Men YouTube kanalda hammasidan nima chiqargan bo'lsam, hammasini o'zimni boshimdan o'tkazib chiqarganman. Yo'q narsani tavsiya qilib, bunga kiringlar, unga kiringlar. Zo'r ekan. Referal mana silkasi past turibdi, undoq ekan, bundoq ekan. YouTube kanalning pastida men chiqargan YouTube'dagi videolarni pastida yozib qo'yganman. Men ishlaydigan brokerlar RoboForex, Xnet, ba'zida Gerchik. Bo'ldi, uchta brokerni silkasi. Ha, ular referal. Xolasa kiradi, xolamasa kirmaydi. Chiqib turib referaldan o'tinglar, menga yordam beringlar, pul yig'ishim kerak. Bunaqa xarakterim ham yo'q. Chunki maqsad Apropni qanday ishlaydi? Founded Next degan kompaniya qanaqa ishlaydi O'zbekistonda? Ishonsa bo'ladimi, yo'qmi katta hisob olishga? Shuncha pul sarflab 500, 400, 300 sarflab olganga yarasha vaqtida beryaptimi, yo'qmi? Nima uchun bunikini bermayapti, bunikini beryapti degan savollarni ochiqlash. Yarli men tushuntira oldim degan umiddaman. Founded Next oldingilarini ko'rsatganman sizlarga. Nima qilganman, qanday kirdim, 6000 ligini qanaqa oldim, chiqarib berdimmi, yo'qmi ko'rsatganman. 2-3 marta 3 marta chiqargan ekanmiz. 6000 likda. U bilan endi o'rlashish kerak emas-da. Bu 6000 likning riski juda ham kam. 180. Bu yerda ishlash faqat vaqtni yo'qotish. Ras pro firmami? Bu mana pro firma 100 minglik. Mana birinchi testdan o'tdik. Hozir yozamiz. Jonli efirdan keyin men o'tirib olib yozaman men operatorga. Okeylar qani? Ha, o'tdik birinchidan. Keyingilarga boshlaylik. Biz katta umidlar bilan sizlarning kompaniya bilan ishlayapmiz. Bizda YouTube kanalimiz bor. Hozircha mana 3000 ga yaqinlashgan. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. 3000 lik komandamiz bor. Sani tekshirmoqdamiz, sani ko'rmoqdamiz, qanday qadam qo'yasan, nima qilmoqchisan, aldayapsanmi, aldamayapsanmi, to'g'ri o'tganga pul berib turib, misol uchun, sal qoidadan tashqariga chiqqanga pul bermasdan, qanday qoidadan tashqariga chiqish kerak, buni qoidasini sizlarga ham maslahat, tavsiya, qoidalar bo'limi bor. Mana bu yerda mana trading rules eng pastda turibdi. Mana shu eng pastda to'sib turgan ekanman. O'sha men rasmim turgan hozir joyini pastida, eng pastida burchakda trading rules degani bor, qoidalari bor. Qoidalarga kiringlar, o'zlaring tegishli bo'lgan joyiga kiringlarda inglizcha yoki o'zbekcha. Agar tushunmasalaring inglizchani shunday kopiya qilasizlar,
ChatGPTga shunday kirasizlar yoki Google Translate'ga shunday qo'yasizlar, qoidalarni tarjima qilib o'rganib olasizlar. Va o'sha qoidalar bo'yicha ishlaysizlar. Bo'ldi. Umuman muammo bo'lmaydi agar qoidalarga ishonib, qoidalar asosida ishlagandan keyin ham, agar shundan keyin ham aldaydigan bo'lsa, chiqib aytamiz. Bir marta emas, 10 marta chiqib aytamiz. Bunda sizlarga padisha kerak bo'ladi sizlardan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Fondi Next pulni bermayapti. Mana ochiqchasiga to'g'ri kirib hisobni oldik. Degandan keyin ko'pchilik like bosib, ko'pchilik kommentariy yozib, ha shunaqa ish kerak-da. Chunki 10 kishi ko'rsa, u kompaniyaga ham, Fondi Nextga ham umuman nagini ham buzmaydi bular. 10 kishi ko'ribdi xolos, u nima 10 kishi deganda. 10 ming kishi ko'rsin, 20 ming kishi ko'rsin O'zbekistonda. Qanday bularning mazasi qochadi. Shu O'zbekistondan chiqarib yuboradigan qilamiz-da agar. Boshqa iloji yo'q. Allash kerak emas. Qiynalib o'tasam, bu bermasa, конечно, alam qiladi. Har qanaqasiga alam qiladi. Foydasiga amal qilib ishlasang-ku, lekin pulingni bermasa. To'g'rimi axir? Shunga har doim aytaman, like bosib turib tarqatish kerak, like bosib turib tarqatish kerak, kanalga a'zo bo'lish kerak, ko'pchilik buni ko'rish kerak. Ana undan keyin u yetib boradi ularning qulog'iga. Yetib borsa hali, u biz endi 3000 mingimiz xolos. Bu 3000 katta raqam emas. Unda olib qarasa 100 ming bo'lganimizda edi, u maqsadini chiqarardik kompaniyani agar pulni bermaydigan bo'lsa, haqiqiy agar ishlab turib qoidasi bo'yicha qoidani buzmasdan ishlaganimizda, bermasa, mana bu YouTube kanalni obunachilarini hisobidan chiqib turib ularni olib borib kelishimiz mumkin edi. Lekin biz 3000 kishimiz xolos shunga kanalga obuna bo'lish kerak. O'tgan safar men qiziq holatda aytib beraman sizlarga. O'tgan safar jonli efirda kommentariy yozish uchun obuna bo'lish kerak edi. 8 ta 9 ta bizni kuzatayotganlar obuna bo'lgan, SMS'da yozgan, savol bergan, boshqa qilgan, like ni ham bosgan. Eng qizig'i, dahshatli joyi, ajoyib. Men statistikani ko'rdim. Efir tugagandan keyin boya 8 kishi like ni ham yig'ishtirib olibdi. O'ta kulgili va obunani ham yig'ishtirib olibdi, ketibdi. Ya'niki bo'ldi, tugadi. Sizlardan foydalanib bo'ldik. Savolimizni berdik, javobimizni oldik, biz ketdik. Men uchun bu nima desam ekan? O'ta kulgili va o'ta ajablanarli holatlardan bittasi. Bunaqada biz qachon 20 ming, 30 ming bo'lamiz, qachon bir ishni birga eplaymiz. Ketayotganda like ni ham yig'ishtirib ketgan. Bir like bosgan boshqa keyin chiqib ketayotganda like ni bostirib bo'ldi. Like ham qaytarib oldim. Like'im pul turadi. Asi komediya. Unga efirdan foydalangan holda savollaringni beringlar. Men 20 minut tushirtaman. 20 minutdan keyin men bu kompaniya bilan gaplashishim kerak. Inglizchalab gaplashamiz. Mana birinchi marta emas, ikkinchi marta testdan o'tdik. Bu safar jiddiy hisob 6 ming emas, 100 ming. Bu tomoniga o'ylab ko'ringlar. Degan. Ha, shunaqa. Romali shunaqa, chunki menda nima bor-u? Statistika turadi-yu menda. Statistika bor. Shuni o'ylayapmiz-da, Ikromali. Biz 6 mingni olib ko'rdik, ishladi. U kanalda video bor. Mana shu kanalda 6 minglik olingan, pul bergan to'g'risida video turibdi. Foiz endi 100 mingni beradimi yo'qmi? Masala shunda. 6 mingni foydalar bilan ishlasalaring menimcha gap so'zsiz beradi. 100 mingmi, 50 mingni beradimi yo'qmi? Bu so'roq ostida turibdi. So'roq ostida turibdi. 100% beradi deya olmayman. Ming qoidasi bilan ishlagan bo'lsam ham kechirasiz, boshimiz og'rib qoldi, kompaniyamiz dam olyapti deb
yuborishi ham mumkin. Shunaqa fint qiladigan bo'lsa, komanda kerak. Ga chiqarish kerak. Bu Fond Next degan kompaniya rosa reklamani bosyapti-da, lekin shotga o'tganda pul berib hammasini o'tganda fint qilyapti deb turib o'sha gap olib borib olib kelish kerak. Ikkinchi etapini boshlaymiz. Hozir gaplashing debdi. Kim yozibdi? Hozir gaplashing. Hozir gaplashaymi? 20 minut vaqtimiz qoldi. Hozir gaplashishimiz uchun qaranglar, biz 2 kishi kuzatyapti xolos, laykimiz 6 ta xolosda. Hozirdan gaplashaveraman, vashi muammo yo'q. From bottom below. Tik, tik, tik. Hop, nima bo'lyapti aka, bermayaptimi? Yo'q, sinab ko'ramiz-da hozir mana. Sizlar bilan birgalikda operatorga yozamiz. Hop, pul chiqarish 20 kundan keyin edi-da. Ba'zilarida 20 kundan keyin, ba'zilarida 5 kundan keyin. 20 kundan keyin har 2 haftada bir marta beradi. Lif qilib charchadi odam. Gaz hamma padeshga bosdi-chi, hozir Xalqova akamiz. Rahmat. Man kirgandan like bosdim, bro. Rahmat. Hop, challenge account bizniki. Hozir savol beradi. Nima qandaydir muammo bo'lsa agar berasizlarmi? Trading related issues, payment related issues, platform account, must switch account, pause on Hozirsiz bosamiz. Nima savollaring bor dedi. Could you kindly provide us more details regarding to issue experience soon? Agar biz yozyapmiz. Hi guys deb yozamiz. Kattalashib ketdi. Kaps yonib qolgan ekan. Biroz noqulay bo'ladi. Congrats. Me. I. Asset. First. Hop. Nice. Of hop, mana bitta bor edi. Load news connect. Hop, bitta qayerda bor edi bu? Daqiqa. And gonna start. Second fazasini biz wish me luck yozsam, buni olib qo'yishim kerak. Kopировать qilib olib tursam, reset qilib olib tursam agar
Hi, funded next deb yozamiz. Funded next team. Can I talk to operator please? Noto'g'ri ketdi. Please bunday yoziladi. Xo'p. Men kirganda like bosdim. Rahmat podpiska uchun. Xo'p. Account number. Xo'p, account number u ko'ryapsizlarmi? Account number necha turibdi? Xo'p, qayerda edi u? Ha, turibdi mana. Account numberni yubor deyapti. Ko'ryapsizlar, ha? Bu tepani ko'rib turgan bo'lsalaring, kompyuterim o'chib qoldi hozir. O'tmoqchiman, o'zim ham qarab turay. Yuqorini qarab turlaring, o'ta parol turadi. 11 60 95 35. Shuni kirit deyapti. 11 60 95 35. To'g'ri yozdimmi degan savol. 11 60 95 35. To'g'ri yozdimmi? 11 60 95 30. Okay. Connect to agent, ya'ni agent bilan bog'la deyapman. Agent bilan bog'laydi hozir. Bittasini tanlayapti. Yuqorida ko'rib turgan bo'lsalaring. Bitta like-ni bosishlaring kerak. Agent bilan gaplashib. Oh, Zofia degani qo'shildi. Hello and thank you for choosing Funded Next. This is Zofia Mary from the Pro Support team. I'm here assist you. Endi boyagini yozamiz. Ismini o'zgartiramiz chunki ismi boshqa ekan. Zofia deb yozamiz chunki boya hi guys deb yozgandim. And yozamiz. And agar if I pass from second phase I would deyman. I would deganim man recommend funded next to my YouTube deyishim kerak chunki menda YouTube'da odam borligini bular bilish kerak, YouTube kanalim borligini bilish kerak. Dagi fint qila olmaslik kerak bular. YouTube to'g'ri yoz, YouTube onto my YouTube channel subscribers. O ketdi. Tamam. Bo'ldi. Hop. Ikki romali men 2 marta slip qildim. Bitta 100 gani shotni, yana bitta 25. Hop. Bu bizni jiddiy olish uchun men yozdim. YouTube kanalidagi obunachilarga hammasiga tavsiya qilaman deb bekorga aytganim yo'q. Chunki buni men hozir jonli efirni YouTube'ga yuklayman. Yuklagan videoni yuklab olaman o'zimga. Keyin biroz obloshkasini o'zgartirib, Funded Next'ni qo'shib turib, o'zimiz bilan birgalikda videoga ham joylashtiramiz o'shaning uchun. Xo'p, yozyapti. Huge congratulations to you. Passing phase 1 challenge is a big achievement. Seriously well done. Juda ham yaxshi muvaffaqiyat. Rostdan ham juda ham zo'r. Xo'p, ikkinchi bosqichda aytyapti. Omad tilayman deyapti. Agar disiplina, ya'ni intizom, protect your turn down, ya'ni 4%likni saqlab qol deyapti. Trade exactly same way you got through. Agar birinchi bosqichda qanday o'tgan bo'lsang, ikkinchi bosqichda ham xuddi shunday o'tgin deyapti. Shoshilma deyapti. Consistency, barqarorlik
bu yerda asosiy rol o'ynaydi deyapti. That's really generous of you to plan to recommend Fund Next. Bu juda ham quvonarli deyapti. Agar Fund Nextni san YouTube'dagi subscribe ya'ni obunachilaringga tavsiya qilsang, agar o'tganingdan keyin deyapti. Kind of confidence usually comes from solid performance. Wow. Tushundilaringga? Thank you deb qo'yamiz. Shu bilan buni biz yozib qo'ydik. Nimaga? Tarixga yozib qo'ydik. I will pass. And aytaman. When I pass, qachon o'tsam yozyapti. When I pass you deb turib Zoif Zofia and congrats to me next time. Keyingi safar ham meni tabriklaysan deb yozyapman. Chunki esida qolishi kerak. Bu kompaniyada shunaqa odam yozyapti bizga. Keyingi safar ham degan bularni kallasiga borish kerak. Shu kompaniyani bir chekkasiga borsa bo'ldi. Next time to is it done? Is that? Is this? Is it? Is it? Is it done? Xo'p, aktiv bo'lamiz. Assalomu alaykum. Shu probni competition resurslarini ko'rgandim. L'Oreal foyda qilishgandi. Shunga bu kompaniyaga ishongandim. Obunachilar razgon deb yozib qo'ying aka. Obunachilar razgonni test bo'ladi oxirida imtihon. Ko'ramiz qanday imtihon bo'ladi. Boshqa qandaydir imtihon bo'ladi degan shartlarda hech narsa yo'q. 6 minutli imtihon bo'lmagan, bilmadim qanaqa imtihon bo'ladi, ko'ramiz. Короче, men tushuncha inglizchani yaxshi bilish kerakda. Men tushunishimcha inglizchani. Yo'q, agar tushunmasangiz shunday olasiz, kopiya qilasiz. Tushunadi. Yes, it is done. Qarang, it is done. Agar ikkinchi fazdan olsang, come back and tell me and I congratulate you again with even more energy. For now, lock this in mentally. Same strategy, same risk, no overtrading, protects account. You already proved you can do it. Phase is just confirmation. I'll be right here, future funded trader. Good luck and trade clean. Tarjima qilib beraman. Agar tushunmasalaring, xoshmal, hozir boshlatgan gapimni oxiri kopiya qilasizlar. Shunda ChatGPTga kirasizlar, tarjima qil desizlar, birpas tarjima qilib beradi. Mana shu muammo yo'q. Xo'p. Demak, kelishdik deyapti. Agar ikkinchi fazadan olsang, ikkinchi bosqichdan olsang deyapti. Men qaytib kelib, sana bundanda ko'p energiya bilan, bundanda ko'proq shijoat bilan seni tabriklayman deyapti. Lekin shu narsani yodingda saqlaki deyapti. O'sha strategiya, ya'ni shu paytgacha foydalangan strategiya, o'sha riskdan o'sha riskni o'zgartirmasdan, ortiqcha savdo qilmasdan va akkauntni himoya qilib ishla deyapti. Sen allaqachon bu narsani qilibsan, ya'ni birinchi bosqichdan o'tibsan deyapti. Bu kompaniyani o'ziga xos maqtovi bo'lishi ham mumkin. 100% buni o'zlari yozib qo'ygan bo'lishi ham mumkin. Traderlarni qo'llab-quvvatlash uchun oxirida pulni bermaslik hali ham so'roq ostida, bularning gapiga 100% ishonish kerak emas. Lekin keyingi safar o'tganimda eslaringdan chiqmasin. Mabodo jonli efir qilsam, 4000 ni ham olamiz nasib etsa. Bu 8000 ni olgan 4000 olish muammo emas. Bu o'zim tajribadan kelib chiqib aytyapman. Tushunarli, o'zim tajribamdan. Va yozib qo'yibdik. Keyingi safar ham davom etamiz. Bu yerda sen buni qila olasan, chunki ikkinchi bosqich faqat buni tasdig'i xolos. Ya'ni birinchi bosqichda qilganingni tasdig'i xolos deyapti. Men shu yerda bo'laman deyapti. Men aytyapti. Kelajakdagi founded trader deb men aytyapti. Sen, ya'ni men chetda bo'laman, trader. Senga omad va
to'g'ri toza savdo qilgin demoqda. Bu hammasi o'zlarini gaplari. Men aytaman, thank you very much. Bularni ham maqtab qo'yishimiz kerak har holda. Paxta hech qachon yomon bo'lmagan. And we will see deb yozib qo'yaman. We will see again. Tamam. Uyadi. Короче, men tushunishim bo'yicha endi men nima qilishim kerak? Men next keyingi bosqichda bosishim kerak. Keyingi bosqichga o'tishim kerak. Yana 100 ming hisob beradi yangidan. Qoidalar o'sha bir kunda maksimalning 4% minus qilishi mumkin. Ruxsat bor. Bir kunda общий 8% minus qilishi mumkin. Ungacha men bormayman degan umiddaman. Feedback qoldir deyapti. Trust pilotga kir deyapti. O'zlaricha nima yig'yapti bular? Reyting yig'ishyapti. Hop. Bo'ldi yubor. Hop. Trust pilotdan bir narsa bor. Bo'ldi. Kerak emas. Tugadi. Hop, prop olish uchun hop bor deb yozib nima deydi tarjima orqali qilasiz. Jonli qiling bratan. Nimani jonli qilay? Nimani jonli qilay? Hop, menimcha operator bilan gaplashganimni ko'rdilaring. Hammasini ko'rsatdim. Operator bilan gaplashganlarimni ham ko'rsatdim. Qiladigan ishim mana shu qoidalarni yo'qotmagan holatda, o'zgartirmagan holatda ikkinchi bosqichdan o'tish kerak bo'ladi. Bilmadim, test bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, bilmayman. Xullas 100 mingni bergandan keyin ham u tomoniga o'sha gap. Har doim o'sha gap. U 100 ming qo'limga tushdigani men hozir bosib tashlayman deb o'ylamanglar. Riskni esdan chiqarmaslik kerak. Har doim davomiy ishlashni qo'ldan kelgancha qo'yib yubormaslik kerak. Davomiy degani bu risk, reja, disiplina, intizom, tartib, ko'p savdo qilmaslik, vaqtida dam olish, uyga borib telefonni ochmaslik, uyda borib ishlamaslik, ko'chada ishlamaslik, futbol o'ynayotgan paytda ishlamaslik, tennis o'ynayotgan paytda ishlamaslik, muzqaymoq yeb turgan paytda ishlamaslik, ko'chaga chiqqan paytda ishlamaslik, bosh og'riganda ishlamaslik, kasal bo'lganda ishlamaslik, hokazo hokazo juda ko'p shartlari bor. Aslini olganda. Men eslolmayman. Kimdir aytdi, Qozog'istonda kimdir 100 ming hisob olgan, ko'rsatgan deb. Hali O'zbekistonda 100 mingni mana bunday tarzda ko'rsatib, qanaqa bitim ochdi, qanaqa o'tdi, men bu o'tdim, men buni qildim deb ko'rsatgan treyderni tanimayman. Bolalar, rostiga tanimayman. Reklama qilayotganlarni bilaman. Son mingtasi reklama qilyapti. U reklama qilishni men ham bilaman, lekin asosli bo'lishi kerak-da u narsa. Ya'ni reklamami, tavsiyami nima farqi bor, to'g'rimi? Asosli bo'lishi kerak. Oldin o'zingni pichoqni o'zingga ur dedi-yu, oldin pichoqni o'zingga ur. Og'rimasa keyin boshqasiga deydi-ku. Xuddi shu narsa ketyapti hozir. Agar pichoqni urib ko'raman hozir o'zimga. Bersa berdi. Yaxshi deyman. Bermasa chiqarib yuboramiz bu kompaniyani. Kerak emas. Bizga boshqa ishonchlilar. Endi eng qizig'i boshqa ishonchlilarni tekshirishga ham vaqt ketadi. Pul ketadi. Bu qaysi biri 100% ishonchli, Xudoning o'zi biladi. Unga shundan boshlayveraylikchi, qani umrimiz uzoq bo'lsa, ko'ramiz. Qayergacha boradi bu kompaniya? Oxirigacha ishlay olamizmi, yo'qmi bular bilan birgalikda? Bizni obunachilarimizni xafa qiladimi, xafa qilmaydimi, a? Birinchi mendan boshlasin agar nima qilsa ham. Bersa, bermasa va bo'lgan taqdirda. Men birinchi bosqich olgan edim. Ikkinchi shot founded nextdan. Jonli qiling bratan. Xo'p, ikkinchi bosqich o'tishni live trading qiling. Har doim ham ikkinchi bosqichni bitimlarini ochishda live tradingga to'g'ri kelmaydi. Sababi men kecha ochgan bitimlar bor, men bu qaranglar oxirgisi ko'rsataman hozir. Xo'p, qani edi ular? Mana bu ikkalasi. Ko'ringlar, men ikkalasini ko'ryapsizlar mana. Ikkalasi kechasi ochilganda, kechki paytda ochilgan. Soat necha edi? 9:30 mi, 10 mi? Kechki payt 9:30, 10da ochilgan mana shu bitimlar. 9:30, 10da men
100% live. Ba'zilarini live qilishim mumkin. Oxirigacha live qila olmasam kerak. Va'da bera olmayman. Ikkalasi mana. NZD USD ni ochgan joyim ham bir xil. Mana ko'rib turibsizlar, bittasida $532, bittasida $183. Hop, bu live. Keyingisida NZDKda ham xuddi shu ahvol. Bir paytda ochganman deyarli. Xuddi shu ahvol, xuddi shu setup, xuddi shu pattern va hokazo va hokazo. Nima deb atasalaring farqi yo'q. Klassika. Yorib o'tgandan keyin kirilgan. Mana buni yorib o'tsa ham kirish kerak dedim. Efirni boshida hali hech qanaqa yorib o'tgani yo'q, ko'rganlaringdek. Davomiy ketishiga agar meni eng qizig'i manda bittasida 1 lot, bittasida 1,5 lot shunaqa edi. Oxirgisi. Xo'p, bittasida 2 lot, bittasida 1 lot bo'lgan ekan. Ko'rib turganlar. Mana 1 lotlarni men biroz keyin ochgandim. Ha, esimga keldi meni. 1 lot ochganlarini biroz keyin ochgandim. Hisoblab ko'rsam gar biroz yetmay qoladi. Shunga kirib yana 1 lotdan ochganman. Men pastda ochilgani 1 lot ochilganlar. NZD ham mana shu 1 lot ochilgani, mana pastdagisi mana kamrog'i sal keyinroq ochilgan. Hisoblab ko'rib 200 mingga yetmay qolmasa deb turib keyin 1 lotdan ochdim. Shunda ham stop lossni uzoq qo'yganim yo'q. Stop lot mana shu turibdi. Stop loss yo'q mana. Ko'rishlaring mumkin. Hisoblab ko'rishlaring mumkin. Hammasini ko'rsatdim. Narsani yashirganim yo'q. Yashirmoqchi ham emasman. Yashiradigan narsani o'zi. Shuning uchun do'stlar, o'ylaymanki, necha kishi ko'rgan bo'lsa, hamma like ni bosdi. Xo'p, hamma like ni bosdi. Tanishuvga menga esim. Xo'p. Like ni bosinglar. Xullas, keyingi safar ikkinchi bosqichdan o'tganda ham xuddi shu tartib takrorlanadi. Nima qildim? Qanday qildim? Qanday o'tdim? Men chunki 2-3 oy oldin aytganman. O'tganimdan keyin aytaman deb. Faqat birinchi bosqich xolos. Hali boshqa yana bitta bosqich bor. Undan keyin yana bitta 100 minglik bor. Uni ham ko'rsataman. 100 minglik ham turibdi 5%. Hozir ekranni o'zgartirishim kerak, boshqa qilishim kerak, tartib buzilib ketadi. Uni ham ko'rsataman. Shu olgan deb. Agar mabodo o'sha 8% mi, 10% lik nimadan men ham o'ta olmasligim mumkin. Ko'ramiz. Chunki men ham tirik odamman. Otabek aytadi-ku, Otabek Mahkamov akamsiz. Men ham odamman deydi-ku. Lekin har doim ham qoidani buzish kerak emas. Birinchi minglikni olgan paytimiz ko'rsatganman sizlarga. Hammasini ko'rsatdim. Mabodo o'xshamay qolsa ham, mabodo mana shu 4% lik o'xshamay qolsa ham, buni ham ko'rsataman. O'xshata olmadik 4%. Xo'p, bu birinchisi. Men aytgandim. XM broker fikringiz aytib o'ting biroz. Rostdan men XM ga ishonmayman. Meni kechiringlar dedi. O'zim ishlab ko'rganim yo'q. Nimaga ishonmayman? Birinchi sabab, ishlab ko'rmagansiz qatdan bilasiz? O'zbekistonda ofisi yo'q-da. Hech bo'lmasa O'zbekistonda ofisi bo'lsin, Toshkentning bir burchagida bo'lsa ham, O'zbekiston ofisi. Kimlardir ishlaydi ofisda, to'g'rimi? O'sha kompaniyaning egalarini, xodimlari bo'lsa ham borib yoqasidan ushlab tanlar beraman degandilaring. Bermayapsizlar. Yeydigan odamlaring bo'lishi kerak-da. Bunaqa odam bormi? XMda nimada? Toshkentda ofis bormi? CryptoShot edi, Muslim degan bola o'tgandi. Men tanilgan. Muslim degan bola kriptanikimidi u? Kriptaniki. Demak, futures ishlagan, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Fondnextda martingale ishlatish mumkin. Ishlating, faqat bir kunlik riskni tugatib qo'y. Endi qaranglarda 100 mingni bir kunlik riski 4% bo'lsa, hozir o'zimdan kelib chiqib aytay. 4% ni bittada yo'qotib qo'yish, bitta bitimda yoki bir kunda sarflash bu trader bo'lmagan odamlar ishi. Chunki keyingi agar 4% yo'qotsalaring, o'sha kunni o'zida hisob yo'q-da.
hisob uchdi degani, yo'q degani, hisob qaytib kelmaydi. To'g'rimi? 3% yo'qotsalaring ham 3 ming yo'qotgan bo'lasizlarda. Bu juda ham katta summada. Qaranglar, 1 milliondan 30 ming yo'qotdilaring degandek gapda. 1 milliondan 30 ming yo'qotdilaring. 10 milliondan 300 ming yo'qotdilaring. Chunki 10 millionning 3% 300 ming dollar bo'ladi. Tasavvur qiling, qancha katta summa. Foizda hisobla. Har doim foizda hisoblashni o'rganinglar. Foizda ishlasalaring, mana bu hisob kitoblaring ham keyin katta bo'lgan sari, depozit katta bo'lgan sari, o'sha oldingi qoida o'sha qoida. Foizda shuni chiqarasizlar hammasini ketaveradi. Shuning uchun har doim bitta bitimga 0,5%, 1% maksimum 1%. Juda ham dahshatli bitim ochadigan joy bo'lsa, marhamat bosinglar. 1,5%. Shunda ham 1,5% xolos. Xo'p, Xnestchi. Xnestda menda hisob bor, lekin Xnestda katta hisob yo'q. Hisobim bor, lekin katta emas. Xo'p, qaysi broker yaxshi? Zulfuzar, qaysi broker yaxshi? Menda borini aytaman. Men yaxshi demoqchi emasman, menda bori. RoboForex, Xnest. Bo'ldi, tamom. Kelasi bor. Qolganini bilmayman rostiga. Ha, Gerchikda ham bor. Gerchikda. Eng qizig'i Gerchikni yaqin kunlarda o'ylab qolganim, Gerchik ham yaqinda saytiga kirib ko'rdim. Prop hisob ochibdi treyderlarga. Bu yerda ham qoidalar deyarli o'xshash. Faqat o'tish vaqti chegaralangan. Deylik, Founded Nextda o'tish vaqti chegaralanmagan. Xohlasalaring 1 yilda o'tinglar. Lekin Gerchikda o'tish vaqti 6 oy. 180 kun ekan. 180 kunni plus amallashlaring kerak. 180 kunda o'tishlaring kerak. Robot bor edi, shu Martingale bilan ishlaydigan, yaxshi ishlab kelyapti shu paytgacha. Stellar Instantni ishlamoqchiman. Hechkina ishlatmaganingiz yaxshi, Alek. Robot ishlatmang. Ertaga keyin masala bo'lishi mumkin. O'zingiz ishlavering. Robotni Xnestga emas, Foundedga emas, real hisobga qo'yib ishlavering. Gerchikko borku, Toshkentda Aziz Xalikov ochgandi ofisni 2017-yillari. Firmaning egasi ham mashhur, taniqli odam. Ishlasa arziydigan firma. Aziz Xalikovning shotlari realning o'zim bilan ko'rganman, 300 ming k. Shunga aytyapman menda. Gerchik tog'ani, aniqrog'i, chunki biz uchun tog'a desam ham bo'ladi, yoshi haqiqatda katta odam. Bor, lekin yaxshi munosabatni o'rnatib olish kerak. Buni ham tekshirib ko'ramiz. Agar nasib etsa tekshirib ko'ramiz. U yuqoridagi menejerlarga biz borishimiz kerakda, chunki biz O'zbekistondan sani Gerchikko firmangni propini ishlatmoqdamiz. Ehtiyot bo'lgin. Agar pul bermay qolsang, g'irromlik qiladigan bo'lsang, fint qiladigan bo'lsang, biz e'lon qilib tashlaymiz hamma joyiga. Bizdan keyin xafa bo'lib yurmagin degan oldin ogohlantirish berib, keyin sekin-astalik bilan ishlashni boshlash kerak. Biz O'zbekiston degandan keyin baribir o'sha Aziz Xalikov bilan birga ishlagandan keyin ular ham biladi, lekin hammasi ham emasda. Aleksandr Gerchik bilishi mumkin. Menejerlari biladimi, yo'qmi? Xudo biladi. Shuning uchun bilib ishlaymiz. Robotda bloklaydi deysizmi? Bloklash ehtimoli bor-da. Robotda bloklash ehtimoli bor. Gerchik propda qoidalari ancha noqulay. Yo'q, deyarli o'sha qoidasi adashmayotgan bo'lsam, unchalik nima, men ko'rib chiqdim. 1-2 hafta oldin ko'rib chiqdim. Unchalik dahshatli qiyin emas. Faqat 180 kun chegaralab qo'ygan. Hozir misol qaranglar, misol. Men endi o'zim uchun aytyapman-da, chunki bu men. Chunki hozir efirda turgan ko'pchilik treyderlar deyarli hammalaringdan 2016-yil boshlaganman sohani. Tan olish kerak, men tajribam ko'proq qoidalarga amal qilgan holatda. To'g'ri, qoidalarga amal qilmasdan bir haftada topsam ham bo'ladi, mana 8%. Qoidalarga amal qilishimning sababi ertaga 3% ishlatganim yo'q. Sarflagan bo'lsam 1% ishlatdim. Nimaga?
Nega chiqib aytaman? Bersa, ha, men 1% dan ishladim. Shuncha kun ketdi. Shoshilmasdan ishlanglar bolalar. Hammasi joyida bo'ladi. Sizlar ham shunday qilishlaring mumkin ekan. Agar bersa hisobni, u bermasa shuncha gap qayerda havoga uchib ketadi. Qoidalarga amal qilgan holatda o'zim tajribamni aytsam ekan. Men tajribaliman. Sizlar 1 oy, 5 oy vaqt ketadi deyishi mumkin edi sizlarga. Yo'q, mana shu qoidaga amal qilgan holda sekin qoida bilan 2 oy deylik. 50 kun ekan. 10 kun kam 2 oy. Da 8% keldi. Bo'ldi, tamom shu. Xo'p, 1 soatdan o'tib ketadi adashmasam. 1 soat 12 daqiqa. Azizlar, like'ni bosamiz. Biz nima borish kerak? Fonded nextchilarga borish kerak, kompaniya egalariga, hammasiga yetib borish kerak. Mana bitta videoni 25 mingta odam ko'ribdi O'zbekistondan desa bo'ldi, tamom. Ular biroz o'ylanib ishlaydi keyin. O'zbekistonda agar 25 mingta odam ko'rgan bo'lsa, tasavvur qilinglar. Nima bo'ladi? Aytaymi nima bo'ladi? Ular jiddiy yondashishni boshlaydi. Yondashmasa oxirida chiqib ketishi mumkin kompaniya. Umuman biznikilar bilib olsa bo'ldi. Eng asosiysi mana shu ko'proq tarqatish kerak bo'ladi. Xolos, ko'proq tarqatish kerak, ko'proq like bosish kerak va hokazo. Shu sizlardan talab qilinadigan narsa boshqa. Xo'p, boshqa savollaring bo'lmasa azizlar, men efirni tugatsam, soatga mo'ljallangandi. Davom etamiz. Hammasini ko'rsatdim. Va'da. Hop. Ko'ramiz endi nima bo'ladi. Ko'ramiz. 4% ni olay. Jarayonni ko'rsataman. Balki bir ikkita jonli efir qilarmiz. Bitim ochgan jarayonda. Bu tomoni balki 2 hafta, balki 20 kun. Keyingi yilda nasib etsa bu propni ham ishlaymiz va parallel ravishda Gerchikni prop kompaniyasini ham kuzatuvga qo'yamiz, tekshiruvga qo'yamiz, bilamiz. Qaysi biri qanday, qaysi biri beradimi, yo'qmi, oxirigacha turib beradimi, yo'qmi? Bizga shunisi muhim. Arzimaydi, Alik, arzimaydi. Barchaga rahmat, charchamanglar. Biz bilan birga bo'linglar. Keyin ko'radiganlar uchun ham albatta like, komment bilan qo'llab-quvvatlanglar. Общий hammani shu traderlarni. Kim trader bo'lsa-da xullas.